Rahmatullohi barakatuh aziz birodarlar, dindoshlarim, sog'u omonmisizlar. Xullas, bu videomiz to'g'risi ikkinchi marta olyapmiz. Nimagaki bu opamiz men 3-4 kun oldin kelganlarda shifo topganlarini gapirib beruvdi. Chunki mana shu telefonimni to'g'risi akkauntini almashtirdim. Olgan polni syomkalarimiz umuman yo'q bo'lib ketibdi. Endi to'g'risini aytsam, hozir mana komil shifo topib, faqat odam tashyapti desam bo'ladi. Opa singillar bormi, boshqa bormi? Qarang, Xudoning mehribonligini eshitgina, endi nima qilaman dedim. Allohni qarang, baniga shunday ro'para qilib qo'ydi yana mana. Dedim, yana kelib qoldi dedim, yana boshqatdan ovoramiz dedi. Chunki opamiz o'sha o'tgan safarga olgan videolarimizda sevinch yoshlari bilan hattoki gapirgan edi. Mayli, sovg'alarni berganman-da, lekin Xudo xolasa olib ketgan, Xudo xolasa. Endi mayli u videomiz chiqmay qoldi. Xullas, mana shu opamiz, mana o'zimni ham qishlog'im bitta joyda tug'ilgan. Mana shu yerga mana o'zimiz shaharga kelin bo'lib endi tushganlar. Allohga shukr, mana meni oldimga kelganlarida ancha betopilar edi. Grijalardan juda ham asablanib, qiynalib kelgan edi. To'g'risi, og'riqqa chida olmasdan kelgan edi desam ham bo'ladi. Mana bir oylik iste'molini qilib, Allohning izi bilan shunaqangi komil shifo topib keldiki, endi u yog'ini cheki yo'q. Mana hozir o'zlaridan eshitasiz, qisqacha bo'lsa ham keling ovolaylik, odam ko'p to'g'risi. Yana mana opalarini olib ketdim, nonlik kuni mana Qirg'izistondan yana opalaringiz kelibdi, mana siz komil shifo topgan ko'rishib. Qarang, opa, meni oldimga kelishdan oldin sizda mana qaysi dard asosan sizni qiynar edi? Qanaqangi azoblanardingiz? Mana shu haqida bitta gapirib bering. Shu grijada rosa qiynalib, engishib yurardim. Zo'rg'a belim ushab, zo'rg'a yurardim. Mana bir yaxshi yuribman. Shu dorilar ichib, mana hozir ko'ryapsiz yurishimni bir yaxshi ham qolmadi, Xudo xolasa. Sal borib mana shu ichyapman, tan davom etyapti. Ajoyib Kingesda yugurib kelsa. Yo, oldingi holatga qaraganda qancha o'zgarish masalan mana? 100% 100% o'zgarishlar inshaalloh. Qarang, masalan, mana shu grija bilan necha yil mana azoblandingiz? Bir o'zi anchadan shaqqa edi-yu, bilmasdan grijalgan bilmay yurgan ekanman. Shu 2 yil 3 yildan shaqqa grijalgan bilib davolanib yurdim-u, davo bo'lmadi. Mana shu kelib Xudoga shukr. Mashalloh. Ancha narsalar berdim, keyin sizga yana nimalargadir qilib berdim. Nimadir sizda muammo bor edi. Shu yog'dan olib bergansiz, shu grijaga, asmaga ham bor edi. Sizda biron xat asma bor edi. Og'izlar qurishlar qoldi ancha. Ular yo'q, nafas qisishlar, unaqa holatlar yo'q. Ancha yaxshi, ancha yengilladim. Yengilladi. Bu tomondan mana o'zgarish plyusga qarab ketyapti, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana opamlarni ham olib keldim. Mashalloh, opangizlarni ham olib kelibsiz. Hozir ularga mana to'g'risi opalarga mana nazначениyalar qilib berdik. Undan oldin kuni ikkita opalari kelib ketdilar va yana undan keyin mana hozir yana ikkitasi kelyaptilar. Ko'ryapsizlarmi? Mana bizni oldimizga kelgan inson faqat shifo topadi, ortidan kelyapsa odam olib kelyapti mana. Shifo topib, mana opamlarni olib kelyapman. Rahmat, shunchalik soqqina yuring, Xudo xolasa. Mana o'tgan safar endi video olganimizda endi o'chib ketdi. Endi nima bo'ldi? Endi yana bitta duo qilib ketasiz. Mana 2 marta duo yozaman-da, bo'laveradimi? Mana komil shifo topsiz, ilohim amin. Ilohim amin. Sizlar ham soqqina yuringlar, hamma dardlarga siz sababchi bo'lib yuring, ilohim. Biz ham hamma shaka izlab kelgan nimalar dardlarga shifo topib ketsin, ilohim. Soqqina opangizlar ham shifo topsin, kelishyapti mana. Ilohim amin. Parvardigor olam, mana shu opamga mana duolar qilib sendan so'radik, mana komil shifolar ato etsan. Allohim, mana yorug' yuzlar bilan ko'rishyapmiz. Mana orqasidan mana opalari ham kelyapti, jigar bandlari. Shularga ham o'zing fazli karomating, rahmatinglar komil shifolar ato etgin va shu yerga kelayotganlar va kelib ketganlarga ham Allohim shunaqangi komil shifolar ato etginki, doimo mana shunaqangi yorug' yuzlar bilan ko'rishimizni o'zing bizga ro'zay nasib aylagin. Amin. Allohu akbar. Xudo o'zga sabab sovg'ani olgansiz. Endi Xudo xolasa shunday gapirib bering dedim. Yana shuni